Remont başlagan obunachilarimiz uchun Adambayan'la yangilikni zo'ri siz uchun bo'ladi, xudo xolasa. Adambayan nechta yangilikimiz bor? Yangilikni dumzo'ri bor Jamshid. Bu yerda yana sari bedamiz bugun ikki xonasi bort bo'lgan, birisi yarim pechat bo'lgan. Aha. Üst taraflarını qaranglar, ko'rib turganlaringiz, yarim pechatlar, bortlarni zo'rlarni ishlangan. Undan tashqari taraf podarklarimiz bor. Shu ko'rib turgan joyingizda remont boshlanibdi, 50 yil bo'ldi. 50 yil. 50 yil bo'ldi ekan qurilganlar do'stlar. Qaranglar, eshiklardan bir e'tibor berasizlar. Ko'na avvalgi ishkana. Bular 70 ming so'm, bu yarim pechat deyiladi. Yarim pechatlar 70 ming so'mdan. Polni pechatlaring. Polni pechatlar 110 ming so'm, однотонныйлар esa 45 dan 55 ming so'mgacha bo'ladi. Xorazm 4 yil birini yillik qala dastlabki ustanovkalarimiz mavjud bo'ladi. Qaranglar, bu joyimizdan remontlarga yetib turibdi. Bular bort oldu. Bort bo'ldi. Bortdan shu neobishniy turi bo'ldi, cheti atachento bo'ladi. Ya'ni bunda hech qanday kraska ishlatilmagan, materialimizni o'zi shunday atachento material bo'ladi. Atachento. Xalasa qirag'ini, xalasini o'rtasini ham shunattirib atachentolardan urib beradilar. Katalog chaqil katalog. 1200 turi bor katalogimizda. 1200 xil katalog bor. Ha, zamir olish besplatniy. Yanında podarkisini chiqaradi endi. Bizning 2026 yil aksiyasi davom etib turibdi. Ya'ni bunda bir xona zakaz bersangiz 100 lira qo'shib beradi, ikki xona zakaz bersangiz 200 lira. 3 xona zakaz bersangiz esa katta 75 lik 100 liradan ikkisi besplatniy podarkaga qo'shib beriladi, lampochkasi bilan. Ha, lampochkalari. Agar bort zakaz bersanglar 170 ming so'mdan. 170 ming so'm ichida nima bo'ladi endi? 170 ming so'm ichida hamma narsasi bo'ladi. Ya'ni siz xozmoqdan bir dona shurpam sotib olmaysiz, 100% bitadi. Siz birgina narsa qoladi, ya'ni zakaz berish qoladi, bo'ldi. Zakaz bersangiz ham bo'ldi. Shu ko'rib turgan joyimiz bortli bo'lib ishlangan, bu ham e'tibor berasiz yana. Qaysi joy yaqqan bo'lsa, kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin bo'ladi. 170 ming so'mdan kvadrati, undan tashqari bir xona uchun 100 lira, ikki xona uchun 200 lira, 3 xona ishlatsalar 75 likdan. Kattasini 200 lira. 2 dana 100 lirasi bo'ladi. Yana ustalarimiz ham ishlab turibdi. Bemalol pastinoga chiqishingiz mumkin bo'ladi. Videomiz yoqqan bo'lsa, bir like bosib qo'yinglar.